Assalomu alaykum ishtirokchilar, darsni boshlaymiz. Bugun o'sha brend yaratish haqida, ya'ni brend anatomiyasi, ya'ni muvaffaqiyatli brend anatomiyasi haqida tushunchalarni ko'rib o'tamiz. Savollar: qanday qilib sevimli brendga aylanamiz? Strategiyadan tortib to vizual dizayngacha bo'lgan ichkaridan tashqariga arxitekturasi mavjud. O'shani ko'rib o'tamiz. Asosiy xatolar yuzadan boshlanadi. Ya'ni kompaniya faqat ustiga qurilib bo'lmaydi, brendning ustiga qurib bo'lmaydi. Ya'ni mohiyat o'rniga tashqi ko'rinishga boshlash o'ta xavfli. Ya'ni mohiyat yaratmasdan siz faqat tashqi ko'rinishni chiroyli qilish bilan o'sha brendni rivojlantira olmaysiz. Ya'ni bu katta xatolardan bittasi. Yahoo xatosi 2012 yilda deyiladi. Marsiya Mayer logotipini yangilash va yoshlarga mos setuaplarni sotib olish orqali Yahoo'ni salqin, ya'ni cool qilishga urinadi, ammo qanday asosiy mahsulot yaratishni aniqlamadi. Ya'ni asosiy mahsulot nima bo'ladi, o'sha mohiyat nimaligini aniqlamagan. Stiv Jobs esa Apple yondoshuvi. Stiv Jobs o'sha birinchi qaytgandan keyin yana u shunchaki brendni yangilamadi, u brendni e'tiborini 10 darajaga oshirdi. Ya'ni sanoqli mahsulotga qaratish uchun mahsulot turlarini juda ham qisqartiradi. Keraksiz mahsulotlar barchasini qisqartirib va faqat asosiy sanoqli mahsulotlarga e'tibor berish orqali mohiyat yaratib, mohiyat asosida o'sha brendni keltirib chiqargan. Brendning kuchi va qadri qayerda? Nima uchun brend shunchaki dizayn emas, balki biznesning eng muhim moliyaviy aktividir. Brend monopoliya xususiyatidir. Kelajakda yirik pul oqimini kafolatlagan monopoliya odatda 4 ta xususiyatga ega: xususiy texnologiya, tarmoq effektivlari, miqyos iqtisodiyoti va brending. Bu asosiy elementlar. Demak, 4 tadan biri, ya'ni asosiy elementlardan biri bu brending hisoblanadi. Bu mijozlar, xodimlar va investorlar tanloviga ta'sir qiluvchi eng muhim nomoddiy aktiv hisoblanadi. Ya'ni bizda deydiki, avtoritet deymiz-ku. Avtoritet yaratish bu uzoq yillar davomida amalga oshiradigan ish. Lekin bir kunda o'sha obro'ni yo'qotishingiz mumkin. Chunki o'sha ko'proq brendga e'tibor berishimiz kerak. Moliyaviy kuch. Interbrand va JP Morgan tadqiqotlariga ko'ra, brend o'rtacha hisobda kompaniya aksiyadorlari qiymatining qariyb 3dan 1 qismini tashkil qilar ekan. Masalan, bu yerda ikkita dori keltirilgan. Ikkala dori ham bir xil nima deydi? Bir xil tarkibiga ega. Lekin birining nimasi brendi borligi uchun, ya'ni ular mohiyat yaratganligi uchun ular qimmatroqqa ham sota olishadi. Dorida ko'rish mumkin yoki boshqa oddiy aytaylik, boya aytib o'tganimizdek Apple ikkita telefon bor, lekin Apple bo'lganligi uchun nimada brend bo'lganligi uchun uni narxi boshqacha sotiladi, ya'ni qimmatroq sotiladi va odamlar olishadi. Brend shaxsiyati, ya'ni bu odatda 5 ta elementda qaraladi. Ya'ni birinchisi samimiylikka, ya'ni halol, samimiy, quvnoq bo'lishi kerak deyiladi. Ikkinchisi hayajon, ya'ni uni eshitganida hayajon tushirish kerak, ya'ni jasur, ruhlantiruvchi va zamonaviy bo'lishi kerak. Kompetensiya bo'lishi, ya'ni ishonchli, aqlli va muvaffaqiyatga undovchi bo'lishi kerak. Nafosat, ya'ni yuqori tabaqali maftunkor bo'lishi kerak, ya'ni tabaqadorligingizni ko'rsatib turish kerak. Qattiqqo'llik, tabiatga yaqin va chidamli bo'lishi kerak. Sizning brendingiz qaysi o'lchovga tegishi mumkin? Buni o'ylab ko'rishingizni tavsiya etamiz. Keyingisi bu barglar va shoxlar, ya'ni vizuallashtirish, vizual identifikatsiya. Ya'ni iste'molchi amalda ko'radigan va o'zaro munosabat bo'ladigan tashqi qatlam hisoblanadi. Ya'ni vizualizatsiya bu siz u brendni qanday, mahsulotni qanday ko'rsangiz ham, u masalan ya'ni brendni g'ijimlash degan tushuncha bor. Ya'ni barcha o'rtada bo'lishni tadqiqot olib borgan, ya'ni g'ijimlar orqali brendni tanlab olishadimi, tan olishmaydimi?
Shu orqali o'zlarining brendlarining qanchalik muvaffaqiyatligini sinashganda ko'pgina kompaniyalarni o'sha qanday g'ijimlangan ko'rinishdagi yozuvlar bo'lsa ham tanib olish e, qobiliyatiga ega bo'lish kompaniyalar borligini ko'rishimiz mumkin. Tashqi ifoda, ya'ni vizual identifikator bu brending savdo belgisi, nomi, kommunikatsiya va vizual ko'rinishga yig'indisi hisoblanadi. Brendingiz bu siz nima deganingiz emas, balki ular mijoz nima degani hisoblanadi. Ya'ni mijozlar nima deyishi bu muhim hisoblanadi. Asosiy qoida sizning logotipingiz, grafiklar, rangli paletasi, piktogrammalaringiz brendingning yuragi bo'lgan qadriyatlar va missiyani mukammal aks ettirishi kerak. Barchasi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lishi shart. Ya'ni siz o'sha chiroyli ko'rinish yaratishingiz mumkin, lekin mohiyatni ochib bera olmasangiz, sizga brendingizni rivojlantira olmaysiz. Aloqa nuqtalari, ya'ni barqarorlik, xarid qilishdan oldin, xarid vaqti va xariddan keyin har bir o'zaro ta'sir brend tajribasi va brend quradi yoki buzadi. Ya'ni xarid qilish, o'sha mahsulotni xarid qilishdan oldin va undan keyingi qadamlardan muhim hisoblanadi. Hammasi ma'lumot beradi. Ya'ni xodimga ish qabul qilish, usulingiz tortib, devorlaringizning rangi va ofisning qanaqa turishi, barchasi brendingiz haqida so'zlaydi. Qadoqlashdan tortib veb-saytlarni ochish sahifalargacha bir xil ohang va vizual uslub saqlashga harakat qilishimiz kerak. Rang va tipografiya bu asosiy elementlardan biri, ya'ni dizayn psixologiyasi va foydalanuvchi diqqatini boshqarish san'ati hisoblanadi. Dizayn va so'zlar psixologiyasi. Muayyan ranglar, vizual elementlar aniq his-tuyg'uni uyg'otadi. Muvaffaqiyatlik muhim. Agar sizning brendingiz nafis bo'lsa, past sifatli multikni o'xshash logotiplardan foydalanish mutlaqo mantiqsiz hisoblanadi. Lyuks avtolarni o'zlarini bitta so'z bilan qanday ta'rifladi? Masalan, BMW qizil rangda aytaylik, unumdorlikni, Audi esa dizaynni, yuqorilikni, Mercedes esa nufuzni ifodalaydi. Bitta ranglarni tanlash orqali ko'rinishi. Keyingisi bu tipografiya. Tipografiya vizual hierarxiyada muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni dizayn nafaqat chiroyli bo'lishi kerak, balki ko'zga kerak joyda, kerakli nuqtada ifodalanishi kerak. Ya'ni tipografiya va tugmalar dizayn mijoziy xarid qaroriga undovchi asosiy elementlardan, qurollardan biri hisoblanadi. Odatda AB testlardan ko'proq foydalanishni tavsiya etiladi. Masalan, sahifa berilgan, e'tibor beradigan bo'lsak, sahifada insonni birinchi navbatda undovchi elementlar mana bu yerda ko'rsatilgan. Foydalanish, qayerga qarashini kuzatish, tugma qizil va katta bo'lishi kerak yoki nafis va kichik odamlar demo tugmalarni bosyaptimi yoki hozir sinab ko'rish tugmasini bosyaptimi, barchasini ko'rsatishda tipografiya muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Yakuniy xulosa qilib aytganda, strategiya asos bo'lishi kerak, ya'ni mohiyatimizni yaratishimiz kerak, bu vizual identifikatsiya bo'lishimiz kerak va buzilmas sadoqatga ega bo'lishimiz kerak. Ya'ni har joyda o'sha brendni ko'rsatishimiz uchun. Kuchli brend bu shunchaki chiroyli qadoq emas, bu mahsulotning yuradigan gidan boshlab har bir vizual detalda o'z aksini topadigan butun bir tizimdir. Sadoqatli mijoz sizni himoya qiladi, raqobatchilar ustun qo'yadi va kelajakda muvaffaqiyatingizni kafolatlaydi. Brending ichkaridan tashqariga qarab qurishimiz kerak ekan. Bu o'sha brend bo'yicha qisqacha ma'lumotlar.